Okalar, ofsayd sababli hisoblanmagan eng chiroyli gollarni ko'ramiz. 10-o'rinda Lionel Messining goli ekan. Qaranglar. Katkasiga tegib shundoq Milanga kirib ketgan ekan darvozasiga. Afsuski ofsayd. Va 9-o'rinda Kylian Mbappe Realga urgan goli PSG safida o'ynaydi bu payt hali. Bu yerda ham ofsayd bo'lgan. Darvozabonni aldab urib yuborgan ekan. Bu yerda 8-o'rinda Godoy degan o'yinchi, Godoymi, Gadoymi bilmayman. Panamali shekilli bu. Bu yerda ham ofsayd bor ekan. Lekin chiroyli urgan ekan okalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda Cristiano Ronaldo 7-o'rin ko'rganmisizlar? Mana shu Nani tegmaganda o'zi shundoq kirib ketayotdi. Gol edi okalar. Lekin ofsayd bo'lgan. Shuning uchun ham Krironi jahli chiqyapti okalar. Zo'r gol edi, chiroyli gol edi. Qaranglar okalar. Tegmasa ham golda. Ahmoq. 6-o'rin Andy Carroll qaranglar. Grutga to'xtatib, yerga tushirmasdan Fikasani juda ham chiroyli, no ofsayd okalar. Bu yoqda 5-o'rinda Santos. Juda ham chiroyli tepgan okalar, lekin podacha bo'layotganda ofsayd bor ekan. Afsuski. 4-o'rinda Alexis McAllister. Voy, Brightonda o'ynay yurganda okalar, hech kim tanimasdi bu bolani Brightonda yurgan payt. Bu yerda ham ofsayd bo'lgan, suqib qo'ygan ekan okalar, qaranglar. Chiroyli. 3-o'rinda bu neja degan o'yinchi. Okalar. Chelsiga qaychini zo'ri okalar, bu yerda ham ofsayd. 2-o'rinda Asvaldo Romada o'ynagan okalar. Bunaqa qaychi uslubdagi ularni qaytarish ham xatoda, ofsayd bor ekan lekin. Afsus. Shundoq gollarni hisobga olish mumkin. Cavani'ni Barselonaga urgan gol. Bu ham qaychi okalar, ko'rdinglarmi? Lekin ofsayd. Jahl chiqib qolgan. Qaranglar. Men senga deb tiqib yuborgan ekanda o'zi ham.